Oynalari mana hozir polностью yopiq. Eshikni vakuum holatda ochilib yopilishini ko'rsattirib o'tamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana oynalari yopiq. Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Instagramdan obunachilarimiz eshiklarini remont qilishga olib kelgan ekanlar. Bu Damas'imizga 5 ta eshigini legalirovka qilib, zamoklarini tushirib, smaskalab, yumshoq moylaga o'tirg'izib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin, rezinkalariga mana silikonli spreylar sepilib, zamok mexanizmlariga gubkalar qo'yib chiqdik, tiqirlab davush bermasligi uchun. O'rta eshiklari ham mana rezinkalarini smaskalab qo'yib berdik. Papamamalar mana ko'rinishlari. Hozir chiziqlarini ko'rsatib mashinamizda shumaizolyatsiya bo'lmagan.